Rossiyadagi terrorchilik haqida xabaringiz bo'lsa kerak. 16-dekabr kuni Moskva g'arbidagi bir maktabda 15 yoshlik bola 10 yoshlik tojikistonlik musulmon bolani pichoqlab o'ldirdi. Endi biz mana bu kabi yangiliklarni ko'rayotganimizda to'g'ri tahlil qilishimiz kerakki, bu bolani aybi tojikistonlikligi va narigi bolaning maqsadi rus bo'lganligidan uni o'ldiryapti deb o'ylamasligimiz kerak. Bu yerdagi asosiy muammo, birodarlar, o'lgan bolani musulmon ekanligida. Qotil bolani qo'lidagi qog'oziga qaraydigan bo'lsangiz, tug'ilgan kuning bilan Brenton deb yozib qo'ygan. Bu Brenton kim? Bu Brenton ismli najosat 2019-yilda Yangi Zelandiyadagi ikkita masjidga hujum qilib, 51 ta musulmonlarni o'ldirgan. O'shuning uchun pastiga 51 ham yozib qo'yibdi. Va bu bola uni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, mana bu begunoh musulmonni o'ldiryapti. Tushunyapsizlarmi? Va bu birinchisi emas. Mana shu 2025-yili aprel oyida ham xuddi shunday qotillik bo'lgan. 9 yoshli qirg'izistonlik musulmonni 14 yoshli bola o'ldirgan. Endi bundan qanaqa xulosa qilishimiz kerak? To'g'ri, Rossiyani millatparastligi bor, ko'proqdir. Lekin muammo faqatgina millatparastlikda emas-da. Agar faqatgina muammo millatparastlik desak, unda Rossiya millatparast, Koreya millatparast, Amerika millatparast, hattoki atrofimizdagi qo'shni davlatlar ham millatparast. Hattoki o'zimizning jamiyatimizda ham millatparastlik bor. Qaysundadir ko'proq, qaysundadir kamroq. Haligacha viloyatdan, qishloqdan kelgan odamlar shevasiga, ko'rinishiga, boyligi, kambag'alligi, kiyinishiga qarab ajratilinadi. Tan olishni xohlamasak ham, jamiyatimizda hali ham bu urug'i bor. Xo'p, buni islohi nimada? Siyratga qaytishda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomni olib kelganlarida boyni va kambag'alni, chiroyli yoki xunuk, kiyimi bor yoki yo'q, barchani birlashtirgan islom bo'ladi. Shuning uchun hozir biz jamiyatimizga, farzandlarimizga al-hubbu fillah, al-bughdu fillahni o'rgatishimiz kerak. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik va Alloh uchun yomon ko'rishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim birovni Alloh uchun yaxshi ko'rsa va Alloh uchun yomon ko'rsa, kim birovga Alloh uchun narsa bersa va Alloh uchun bermasa, u iymonni komil qilibdi deydilar. Bu nima degani? Kimdir yomon ko'rsak, Allohga qilgan gunoh ishlari bilan yomon ko'ramiz. Kimdir yaxshi ko'rsak, solih amallari bilan yaxshi ko'ramiz. Agar jamiyatimizda faqatgina millatparastlikni muammo qilib chiqarsak, birodarlar, unda ertaga rus musulmoni bo'lib qolishi mumkin. Amerika musulmoni bo'lishi mumkin. Koreyadagi musulmon bo'lishi mumkin. Umumiy millatga emas, balki dinimizga bo'lgan xavfni